Ahırı qıldıgan bir işke qız gepimiz esinglarda bor, amma ko'rib kelyapsizlar. 2018-yil kirgandan boshlab har haftada deymizmi, bir oyda bir qatim degidek Amerika Kongresi, shundaqla Amerika diniy ishlar jamiyati, shundaqla kishilik huquq tashkilotlari, hatto davlat majlisidan olqib chiqib, nopozliq arboblardan olqib chiqib, Aqsaray davlat ishlar kotibi Mike Pompeo degidek 4 qatim Şinjan meselesi, yani Uyguristan'da kişilik hukuk meselesini tilga ilib o'tdi. 2018-yili bu bir yil Uygurlarning kişilik huquqi meselesi ve keyingi chaqlarda jazo lageri Uygurlarni yig'ib olish meselesi Amerikada qayta eg'izga elindi. Mushundaq bir paytda biz bugun mushiyada prezidentimiz Trump apandiga salomatlik tilaymiz, xizmetleriga utuq tilaymiz. Bularning hammasi g'albi deysi bu prezident Trump hukumatining g'albisidir. Endi oxiri kelib 11-ayning 9-kuni oldimizda o'tgan juma kunida hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonda Jumhur Xalq Jamhuriyati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining ikki qo'shilgan diplomatiya ministrlari ve davlat mudofaa ministrlari yig'ini bo'lib o'tdi. Buningda eng muhim masala savdo masalasidan keyingi yoki savdo masalasidan avvalgi muhim masala bexatarlik masalasi, davlatlararo shundaqla diplomatiya masalasi qatorliq masalalar qaraldi. Demak, bu masala siyosat masalasi. Mesela savdo tijorat o boshqa masala bo'lsa, diplomatiya bilan bexatarlik masalasi siyosat masalasidir. Biz yuqorida aytdik, şuna Amerikalik dostlarning ve Amerikalik siyosiyonlarning müşiyada mening bir masalani o'zimning hissiyatiga moslashtirib, o'ttirib qo'yishimni ruxsat qilishini umid qilaman. Chaqimchilar buni hargiz xato tushunib qolmasligi lozim. O masala nima desanglar, birinchisi bugun Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida 3 masala o'ttirib qo'yildi. 11-ayning 9-kuni. Birincisi Janubiy dengizda harbiylashtirish masalasi. Oxirgi hisobda degani 72 soat hozir tor betlarida e'lon qilinishicha 72 soatda Jungo Brayindan harbiy aslahalarni chekindirib chiqish kerak deyildi. 72 soatdan keyin qanday bo'ladi? Onunla nazar ağdırımız. İkinci mesele Tayvan demokratiyası. Anda Tayvan'ın bilen Amerika'nın bağlan münasebeti. Üçüncüsü müstemlik Uyguristan da kişilik hukuk meselesi. Yani Şinjan'da kişilik hukuk meselesi. Demek 3 mesele. Cenubi Deniz meselesi, Tayvan meselesi, Uyguristan meselesi. Ben kıskartıp bunu meselesi dep aldım. Şuna Amerikalık dostlarının bunun da bizden hissiyatga moslashtirib so'zlashimizga ruxsat qilishini o'tindim. Chaqimchilarni buni ko'ptirib, burmilab chaqmasligini hukm qilaman. Nima? Umid qilaman. Vaziyat mana shu yerda endilikda bu qatam Uyg'urning kishilik huquq masalasi ishki davlat o'tirishida tilga olindi. O'tganda men sizlarga leksiya so'zlaganda Xitoy hukumatining 7-kuni, ya'ni 11-ayning 7-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tashqi ishlar ministrligining to'g'ri betida Tibetni va Tibetga o'xshash rayonlarni xalqaro jamiyatning va yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shundoqla Jungo'da turishliq bosh elchilarining siyosiy yo'llarning tekshirishiga ruxsat qildim degandi. Bugunlardan bir vatandoshimdan anglasam, Xitoy hukumati buni faqat Tibetga taklif qildi, Şinjan'a taklif qilmabdi, mustamlik Uyg'uristonga taklif qilmabdi deb shunday xabar keldi dedi. Lekin men buni ancha tushunmayman. Nima ish desangiz, bu qatam Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'tirib qo'yilgan masala asosliq masala Uyg'ur masalasi. Uyg'urning kishilik huquqi masalasi. Shundoqli Tibet masalasi. Undaqda Uyg'urning masalasi, Tibetning masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tirib qo'yildi. Asosliq masala bo'lib o'tirib qo'yildi. Xitoy hukumatining bu Tibetni tekshirishga bo'ladi, Şinjan'ni tekshirishga, yoki mustamlik Uyg'uristonni tekshirishga bo'lmaydi deyishga huquqi bormi yo'q. Muşu münasebetlen Amerika Qo'shma Shtatlar hukumat Uyg'urning bugungi taqdiriga, kishilik huquq taqdiri ko'ngil bo'lib atgan shundaq bir paytda prezidentimiz Trump apandi 11-ayning 30-kuni, 12-ayning 1-kunigacha Argentinada 20 davlat yig'ini mezgilida Reis Xi Jinping bilan uchrashdi. Hurmatli prezidentimiz Trump apand hozir to'rbatlarda Uyg'ur jamiyatida va vatan ichidagi Uyg'ur jamiyati va tashqiridagi Uyg'ur jamiyatida eqib yurgan bir gap. Hozir 112 nafar Uyg'urning ziyolisi
vatanda qo'lga olindi. Bular nashriyatchilar, gazetxona xodimlari, muxbirlar, muarifchilar, yozuvchilar, shoirlar va shoiralar. Moşalarını qo'lga oldi hurmatli prezidentimiz. Bularning radikalligi nima? Bularning dushmanlik idisi nima? Bulardaki zo'ravonlik nima? Herkes undaq tabaqa emas. Men boshdan oxiri so'zlab kelyapman. Bu ziyolilar tabaqasi mo'tadil tabaqadir. Şoňa prezidentimizning bu qatam 11-ayning 30-kuni Reis Xi Jinpingning oldiga bosh ismi bilan men ularning ismini bilgan bu yerda eg'izga olmadim, chunki Xitoy boshqacha tushunib, ularga zo'ravonlik qilmasin dedim. 132 nafar. 112 nafar. Hozir Uyg'ur ziyolilar ratlab chiqdi bu ismlarni. Radiolardan berildi. Shoirlar, shoiralar. Uyg'urning suyumlik shoiralari qo'lga olindi. Hozir hayoti tahdid ostida. Hurmatli prezidentimiz Trump apandining mushu masalani balki tizimlik bilan Reis Xi Jinpingning oldiga qo'yishini, jazo lagerlarini bekor qilishini talab qilishini tungun 9-oyda 11-ayning 9-kundagi Washingtonda o'tkazilgan suhbatim shu qo'yilibdi. Bu cho'qim bu qatam prezident Trump bilan Reis Xi Jinping o'tirisida Argentinada o'tirib qo'yildigan masala. İsimlik bilan o'tirib qo'yishingizni umid qilamiz, hurmatli prezidentimiz Trump apandi. Avval jazo lagerlarini bekor qilishning birinchi qadami va tunji qadami boshlanishi sifatida o'lim jazosi va kechiktirib o'lim jazosi berishga muddatsiz va muddatli qamoq jazosi berilgan mushu ziyolilarimizni, maktab rahbarlarimizni, ma'rif sepidagi rahbarlarni Xitoy hukumatining turmadan qo'yib berishini talab qilamiz. Buning uchun prezidentimiz Trump apandining Xitoy hukumatiga mushu navbatda mushu qatimda besim ishiltishini umid qilamiz. Biz bu yerda Amerikaga Allohdan madad tilaymiz. Prezident Trump apandiga biz bu yerda Allohdan nusrat tilaymiz. Yaşasın Amerika.